Xayrli kech muxlislarim, butun O'zbekiston, mana Xudo xohlasa biz oilaviy hammamiz O'zbekistonni bilishimiz, hammamiz mana kichkinamdan tortib, to'g'rimi Malika O'zbekistonni? Mana kichkinamizdan tortib biz hammamiz oilaviy O'zbekiston muxlislarimiz. Xudo xohlasa albatta O'zbekiston yutadi degan niyatdaman. Odamlarga o'xshab mashina, pul, boshqa narsa ayta olmayman. Kimki O'zbekiston yutishini xohlasa, O'zbekiston yutadi deb anoqsa, ishonsa bitta like, chiroyli bitta kommentariy albatta. Biz hamisha O'zbekiston tarafdamiz. Mana biz oilaviy, hattoki mana 1,5 yoshli qizimgacha O'zbekiston uxlamay O'zbekiston deb kutib o'tiribdi. Xudo xohlasa mana futbolchilarimiz chiqib boshlayapti, bu raqiblarimiz